Alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillahi amma ba'd. Mana Qasas surasini boshidagi oyatlarni eshitdik. Musa alayhisalom Alloh taolo huruful muaqqadadan boshladi, muqatta'a. Ya'ni to, sin, mim degan harflar bilan. Buning sirini ulamolar aytadi, Allohning o'zidan boshqa odam bilmaydi deydi. Xo'p, biz qissamizga kirishamiz endi inshaalloh. Musa alayhisalom endi Misrda Fir'avnning qasrida o'lkayda katta edi. Keyin qasrning ichidan haydab yubordi. Fir'avn Musa alayhisalom qasr ichida haydab, shaharning ichi sirtida yurardi. Shaharning sirtida, qasrning sirtida shaharda yurardi. Shahariga kechkasi kirdida, tun bo'lganda, hina g'aflatim, insonlar g'aflatda bo'lgan vaqtda tunda kirdidagi, kirgan vaqtda ikkita odamni urushib turganligini ko'rdi. Kim edi? Ya'ni Banu Isroillik birov bilan Misriy odam urushib turganligini ko'rdi. Haligi odam yordam ber, ey Musa yordam ber deb turgan edi. Ikkalasini kelib o'rtasini ajratmoqchi edi. Haligi odamga qo'li tegib ketdi. Haligi odamning faqudiya alayhi qazosi keldi, o'lib qoldi. Keyin buni hech kim bilmadi. Ertasi bo'ldi. Ertasiga yana bir joyda haligi odamni, o'zining qavmidan bo'lgan Banu Isroillikni urushib turganligini ko'rdi yana. Tinchilmaydigan odam ekan o'zi. Yana Musoga nima deyapti? Yordam ber ey Musa degani, Musa sen o'zing qanday insonsan ey deb jahli bilan ajratmoqchi bo'lib kelgan edi, kechaginday urib meni ham o'ltirib qo'ysachi dedi degan. Ey Musa, kechaginga o'xshash meni ham o'ltirmoqchisanmi deb yubordi. Haligi Misriy bu so'zni eshitdi, darrov qasriga borib Fir'avn va uning askarlaridagi odamlarga aytib berdi. Ya'ni Musa kecha birovni o'ltirgan ekan, Misrlikni o'ltirgan ekan, qavmingizdan bo'lgan Qibtiylardan birini o'ltirgan ekan dedi. Fir'avn mushvara qilib turib, kelishib turib, Musoni topib kelinglar, o'ltiramiz. O'ltirishlikka maslahatlashdi. Shunda bir odam keldi. Nima dedi? Bir odam keldidagin, ey Musa dedi. Yugurib kelib, ana shu mashvaraning ichida, qasrning ichida o'tirgan odamlardan bittasi yugurib keldidagin, ey Musa, qochgin, seni o'ltirishlikka maslahatlashyapti dedi. Qoch bu yerdan dedi. Shunda mana shu joyga kelib to'xtagan edik. Musa alayhisalom fa asbaha fil madinati khaifan. Musa alayhisalom nima qildi? Mana shu so'zni eshitgandan keyin Musa alayhisalom qo'rqqan holatda, khaifan yataraqqabu, qo'rqqan holatda u yoqqa bu yoqqa qarab nima qildi? Misrdan chiqib ketdi. Misrdan chiqib ketdi. Alloh taolo mana shuni nima qiladi? Bizga yo'qdi. Fa kharaja minha khaifa yataraqqab. Misrdan qo'rqqan holatda chiqdi-da, qala robbi najjini minal qawmi zolimin. Robbim zolim qavmlardan menga najot berchi deb duo qildi. Qarang. Zolim qavmlardan menga najot berchi deb duo qildi. Keyin valamma tawajjaha tilqa Madyan degan tarafga qarab burildi-da, yana aytdiki, shoyatki Robbim menga to'g'ri yo'lni ko'rsatsa. Robbi ayyahdiyani sawa as-sabil, to'g'ri yo'lni ko'rsatsa dedi. Mana shu ikki oyatga to'xtaymiz. Ikki oyat. Musa alayhisalom Fir'avn seni o'ltirmoqchi degan so'zni eshitgandan keyin qo'rqib, deyapti Alloh taolo. Yoqqa bu yoqqa qarab, keyin Robbim zolim qavmlardan menga najot berchi deb Madyan tarafga yuzini burib, shu yoqqa qarab yurib ketayotib, Robbim menga to'g'ri yo'lni ko'rsatchi degan. Birinchi, mana shu oyatlardan qanday foyda olamiz? Mana shu oyatlardan qanday foydalar olamiz? Qarang. Birinchisi ulamolar aytadi, jam'u baynal harakati va du'a. Harakat bilan duoni jamladi deydi. Qarasangiz-chi? Bo'ldi, Robbim o'zing najot ber, o'zing panoh ber dedi-da, harakat qilmasdan chetda yurmadi. Seni o'ltirmoqchi degan xabarni eshitgandan keyin harakat qildi, yuzini burdi degan duo qildi deyapti. Ikkalasini bajardi. Xuddi bizlarga bu oyat bunday demoqchi-da, mana bu oyat bizlarga bu narsani o'rganmoqchi. Ey inson, duo qildingmi? Bo'l, chiqmay qo'yaversang bo'ladi degani emas. Yoki bo'lmasa chiqib ketdingmi? Duo qilmasang ham bo'laveradi, bo'l chiqib ketdingmi bo'ldi degani emas deyapti. Xuddi Allohim rizq berchi deysanda, bo'l Alloh taolodan rizqni so'radim-u deb ishga bormay qo'yaverma.
ishga chiqib ketdagin yoki ishga ketsang, bo'ldi ishga chiqib mana ish qilib yotibman, rizqni so'raganda nima foydasi bor deb duo qilmay qo'yma. Ishga chiqib ketayotib duo qil demoqchida. Mana shuni o'rgatyapti, ko'ryapsizmi? Ko'ringiz birinchi foydani o'rgandiga Musa alayhisalom qo'rqib duo qilyapti. Endi ikkinchisi nimaga birinchi duo qilmadi? Alloh taolo aytadi, birinchi qo'rqdidan keyin duo qildi deyapti. Birinchi duo qilib, nima uchun duodan oldin qo'rqishlikni avval qo'yib yubordi Musa alayhisalom desa, bu joiz. Hozir o'tamiz qo'rquv necha tilga bo'linadi. Bu payg'ambar alayhisalomda ham bo'lgan. Nabiy sallallohu alayhi vasallam Hiro g'origa Madinadan, Makkadan Rasulullohni o'ltirishlikka mushvara qilishgan vaqtda Abu Bakr bilan qayerga ketdi? Hiro g'origa bordi-ya. Birinchi qochdimi Rasululloh alayhisalom? Ketdimi? Hiro g'orining ichida qo'rqib o'tirdi, to'g'rimi? Abu Bakr ham qo'rqib o'tirdi. Shunda nima dedi? La tahzan, innallohu ma'ana. Qo'rqma, Alloh biz bilan birga dedi. Keyin Rasululloh alayhisalom Allohni nima qildi? Qo'rqma, biz bilan birga deb esladi deydi. Ulamolar dalil oladi, inson birdan eshitganda qo'rqib ketadi. Keyin qo'rqqandan keyin orqasidan duo qilsa joiz deydi. Shuning uchun mana Faxrur Roziy rahimahulloh aytadi, agar banda qo'rqqan vaqtda zaifligini his qilsa, e'tirof qilsa, Robbisiga bo'lgan bog'liqligi kuchayaveradi. Shu qo'rqqan, shu xavf vaqtida, qo'rquv vaqtida zaif, o'zingizni zaif ekaningizni bilyapsizmi? Robbingizga bo'lgan bog'ligingiz kuchayadi-da, birovga suyanish kerak bo'ladi. Mana Imom G'azzoliy rahimahulloh aytadi, agar qo'rquv sizni duoga yetaklasa, qo'rqqaningizdan keyin duo qilsangiz, agar duoga yetaklasa, unda sizni isloh qiladi, to'g'rilaydi sizni unda. Agar qo'rquv sizni duoga yetaklamasa, sizni buzadi deganda. Mana qo'rqqandan keyin duoga yetaklayaptimi, u qo'rquv Robbi Alloh taolodan najot so'rashlikka, unda sizni to'g'rilaydi u. Bo'lmasa, sizni buzadi degan. Mana ahli ilmlar aytadi. Inson qo'rqadi. Agar shu qo'rquv insonni duoga olib borsa, u zaiflik, inson zaifligi. Agar duo qilyaptim qo'rqqan vaqtda zaif. Agar qo'rquvi duo qilishlikka olib bormayaptimi? Agar qo'rquvi duo qilishlikka olib bormayapsa, nima deyapti? Zaiflik deyapti. Qo'rquv duo qilishlikka olib borsa, u ibodat. Qo'rqqandan keyin duo qildingizmi? Ibodat. Lekin qo'rquvingiz sizni duoga olib bormayaptimi? Unda siz da'fun, zaiflik deyapti. Qo'rquv necha turga bo'linadi? Mana Musa alayhisalom qo'rqdi deyapsiz. Musa seni Fir'avn o'ltirmoqchi degan xabar kelganda xoifan qo'rqib ketdi. Keyin duo qildi. Qo'rquv necha turga bo'linadi? 3 turga bo'linadi deydi. Qo'rquv 3 turga. Birinchisi harom qo'rqishlik. Ikkinchi qo'rquv bor, u muboh, ruxsat. Uchinchi qo'rqishlik ibodat. Qaysi harom? Zararni mahluqlardan bittasi zarar beradi, mahluqlardan bittasi foyda beradi, mahluqlardan bittasi rizq beradi yoki meni rizqimni kamaytirib qo'yadi deb turib bir mahluqlardan qo'rqsa, harom hisoblanadi bu. Chunki zararni kim beradi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam nima degan? Rufi'atil qalam ko'tarildi, sahifalar qurg'ab bo'ldi. Agar bilginki, ey Abbos, ummatning bari yig'ilib kelib, men shunga bir yo'q qilaychi shuni. Shunga bir ziyon beraychi desa bera olmaydi degan. Ummatning barchasi yig'ilib, shuni bir ko'tarib yuboraylik endi. Foyda beraylik desa bera olmaydi. Qalamlar ko'tarilib bo'lgan, sahifalar qurib bo'lgan deganda. Zaif, zarar, foydani kim berar ekan? Alloh taolo. Ikkinchi qo'rquv muboh. Qaysi qo'rquv? Ya'ni muboh, savob ham emas, gunoh ham emas. Tepalikdan qo'rqasiz. Yoki bo'ri yeb ketishidan qo'rqasiz. Yoki dushmandan qo'rqasiz. Ya'ni dushman kelsa, bir joylarimni kesib, bir narsa qilib, nima qilsa degan bir insonda tabiiy qo'rquv bo'ladi-yu. Mana shu. Yoki zulmdan qo'rqasiz. Mana Musa alayhisalom shu edi. Musa alayhisalomning qo'rquvi tabiiy qo'rquv, ya'ni insonga bir narsa kelganda inson qo'rqishligi. Lekin Fir'avn meni aynan Fir'avn endi zarar beradi deb qo'rqmadi u. Fir'avn meni o'ltirib qo'yadi, endi yashatmaydi deb qo'rqmadi. U insonga keladigan azobdan, ya'ni beriladigan jazodan, qiyinlikdan qo'rqdi deyapti. Uchinchi qo'rquv ibodat bu. Alloh taolodan qo'rqishlik bu. Tushunyapsizmi? Alloh taolo Qur'oni Karimda nima deydi? Fala takhafu va la takhshawun nasa wakhshawni. Mendan ulardan, insonlardan qo'rqmanglar, mendan qo'rqinglar degan.
Hasan al-Basri aytadi, agar banda Robbisidan qo'rqsa, nima bo'ladi? Ma'siyatdan to'xtab qoladi degan. Agar inson Robbisidan qo'rqadigan bo'lsa, gunoh qilmaydi deyapti. Uni bizlar gunoh qilib qo'yayotgan vaqtimizda Alloh taolodan qo'rquv ketib qolgan vaqtda qilyapmiz. Shuning uchun qarang Hasan al-Basrining gapini, agar inson Alloh taolodan qo'rqqan vaqtda gunohdan to'xtaydi degan. Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi: "Va liman khafa maqama rabbih jannatan." Kim Robbisining oldida turaman deb qo'rqsa, ikkita jannat deyapti unga. Ikkita jannat beriladi. Ulamolardan bittasi aytadi, kim dunyoda Alloh taolodan qo'rqsa, Alloh taolo uni oxiratdan amonda saqlaydi, xotirjam qilib qo'yadi degan. Shundaga qo'rquv necha turga bo'linar ekan? 3 turga. Birinchisi harom, keyin muboh, ruxsat, ya'ni tabiiy qo'rqishlik. Insonning tabiatida bor. Balandlikdan qo'rqasiz yoki falondan qo'rqasiz, orqangizdan birov quvalab kelayotgan, shunday dushman, itdan degani. U tabiiy. Uchinchisi ibodat, bu Alloh taolodan qo'rqishlik. Musa alayhisalom Alloh taolodan xuddi tabiiy qo'rqishligi bilan qo'rqdidan keyin duo qildi. Qanday duo qildi? Robbi najjini minal qawmiz zolimin. Robbim zolim qavmlardan najot ber dedi. Shetki lafzlariga e'tibor qiling. Fir'aundan najot ber demadi, zolim qavmlardan dedi. Ulamolar birinchi foydani aytadi, qarang. Qo'rquv aslida qo'rquv vaqtida duo qilishlik katta ibodat bu. Inson qo'rqqan vaqtida ibodat qilishlik, duo qilishlik katta ibodat. Chunki tavhid borda, siz kimga bog'lanyapsiz? Alloh taologa bog'lanyapsiz. Duo bu nima? Silahul mu'min, mo'minning quroli. Shuning uchun duo qilyapti, qarang. Keyin Musa alayhisalom nima qildi? Darrov, hozir qasrda yashadim-u, vazir meni tanishim edi. Qasrda yashaydi-ku, qancha yoshgacha? Fir'avnning qasrida yashadi. Falonchi tanish edi. Hozir shuni aytaman, shu ko'ndirib Fir'avn bilan gaplashadi barini deb maxluqlarga bog'lanmadi-da, darrov Alloh taologa duo qildi deydi. Ikkinchi, adamul ishtig'oli bi samiyatil adu, dushman atagan narsa bilan mashg'ul bo'lmadi. Ya'ni nega meni o'ltirdi deb aytayaptimi? Aslida men o'ltirmaganman, ancha ajratmoqchi edim, o'zi o'lib qoldi deb turib, o'zini oqlashlik bilan nima qilmadi? Mashg'ul bo'lmadi deyapti. Balki duo bilan mashg'ul bo'ldi deyapti. Robbim najot ber bo'ldi. Keyin aytibdi, 3-chi foyda, talabus salama taqaddam ala talabil intiqom deydi. Ya'ni birovdan qas olishlikdan ko'ra salomatlik so'rashlik avvalroq turadi. Tushunasizmi? Mana biz sizga bir odam dushmanlik qilyaptimi? Undan qas olishlikdan ko'ra o'zingizni salomat qoldirishligingiz nima turadi? Afzal turadi. Qanday? Robbi najjini, Robbim najot berchi dedi-yu. Aytmadi, Allohim ularni halok qilchi demadi-da. Tushunyapsizmi? Robbim menga najot ber deb birinchi o'zini salomatligini so'radi. Ularni halok qil deb turib, ularni o'ch olib, Robbim senga topshirdim ularni demadi-da. Tushunyapsizmi? Inson o'zini birinchi shundan najotligini so'rash kerak deydi. Xo'p, mana shunday qilib turib, Musa alayhisalom nima qildi? Madiyan tarafga qarab burildi. Burildi degan qarab ketayotgan vaqtida yana nima deb duo qildi? Yana nima deb duo qildi? Robbim menga to'g'ri yo'lni hidoyat qilsa, ko'rsatsa dedi. Sava as-sabil, to'g'ri yo'lni menga hidoyat qilsa dedi. Mana mashdan qanday foydalar olamiz? Qarang, qanday foyda olamiz endi? Ikkinchi oyat bu. Birinchi aytadiki, Musa alayhisalom burilib, Robbim endi o'zing boshpana ber. Robbim endi sen o'zing meni qornimni to'ydir. O'zing nima demadi, unday demadi deyapti-da. Hidoyat so'radi deyapti. Hidoyat so'radi. Shuning uchun ulamolar aytadi, li anna man hudiya kufiya ma siwahu. Kim hidoyat topsa, qolgan hamma narsalar kifoya qiladi unga deydi. Taomingiz ham bo'ladi. Agar to'g'ri yo'lni topsangiz-chi siz, rizqingiz ham keladi, uyingiz ham bo'ladi, barcha narsa bo'ladi. Shuning uchun eng asosiy narsani so'raydi, hidoyatni so'radi deyapti-da. Agar siz hidoyatda bo'lmasangiz, uyingiz bo'lsin, joyingiz, barcha narsangiz bo'lsin, sizga ziyon bo'lishligi mumkin. Shuning uchun aytibdiki, insonning hidoyati bo'lsa, qolgan hamma narsalar o'zi kifoya qiladi deydi. Har bir rakatda nima o'qiymiz biz? Fathani. Fathada ihdinas siratal mustaqim. Robbim to'g'ri yo'lga hidoyat qil degan. Har bir rakatda borda u. Ko'ryapsizmi hidoyatning muhimligini? Shuncha salaf sohir aytadi, banda rizqidan qanday mahrum bo'ladi?
hidoyatdan ham shunday mahrum bo'ladi u. Eng katta ne'mat nima? Alloh taolo sizga to'g'ri yo'lni ko'rsatib qo'yishlik. Shu yo'lni so'rayapti, qarang. Adashib qolmay deb, to'g'ri ish qilyapmanmi o'zim men? Misrdan qochib, Fir'avnning qasrini tashlab, menga to'g'ri yo'lni ko'rsatchi deyapti-da. Alloh taolo hidoyat so'rayapti, qarang. Shuning uchun banda deydi, rizqidan qanday mahrum bo'lsa, nimasidan ham? Hidoyatidan ham shunday mahrum bo'ladi. Rasululloh alayhisalom duosi nima bo'lgan? Allohumma inni as'alukal huda vat tuqa val afaf wal huda, hidoyatni so'rayman. Taqvoni so'rayman va iffatni so'rayman va val g'ina, boylikni so'rayman degan. Rasululloh duolari bu. Shuning uchun hidoyat qad ya'riful insonul haq va la yuhda. Gohida inson hidoyatni biladi. To'g'ri yo'l, Qur'on o'qishlik to'g'ri ekanligini biladi. Namoz o'qishlik to'g'ri ekanligini biladi. Lekin unga yo'llanmaydi deyapti-da. Hidoyatlanmaydi deyapti. Inson hidoyat, to'g'ri yo'l qayerda ekanligini biladi, lekin unga tushib keta olmaydi inson deydi. Ya'ni hidoyat Alloh taolodan-da. Inson hamma narsaga molik bo'la biladi. Yerga ham mulk ega bo'la bilasiz. Yana nimaga? Ayolga ham ega bo'la bilasiz. Odamlarga ham boshchi bo'la bilasiz. Inson hamma narsaga molik bo'la olishligi mumkin, lekin hidoyatga molik bo'la olmaydi. Pul topishingiz ham mumkin, boshqa, lekin hidoyatni topa olmaysiz. Illo Alloh taolo beradi buni hidoyatni. So'rashlik kerak deydi. Hayotda yo'lini topmagan odam adashganmi? Yoki hidoyatni topmagan odam adashganmi? Hidoyat topmagan odam adashgan aslida. Mana Umar radhiyallohu anhu hidoyat topmasdan oldin kimni o'ltirmoqchi bo'ldi? Nabiy alayhisalomni o'ltirmoqchi bo'ldi. Nabiy alayhisalomning duolari so'radi. Ikki Umarning biri bilan dinni aziz qilchi degan edi. Hidoyat berchi ikki Umarning biriga degan edi Makkadagi. Kimga hidoyat berdi Alloh taolo? Umarga. Hidoyatdan oldin Rasulullohni o'ltirmoqchi bo'ldi. Rasulullohning duolaridan keyin hidoyat kelib, Payg'ambar alayhisalomdan keyin o'rinbosari xalifasi bo'ldi. En afzal, balki menga payg'ambarlik kelganida mendan keyin Umarga kelgan bo'lardi degan. Qarasangiz qanday insonga aylandi. Hidoyat muhim ekanda, tushunyapsizmi? Shuning uchun Sufyan as-Savri rahimahulloh aytadi: "Abkani mithla khawfi an tuslaba minni hidayata indal maut." Meni yig'latgan narsa deydi. O'limdan oldin hidoyat olinib qo'ymasa ekan deb yig'layman deganda. Tushunyapsizmi? Inson adashib qolishligi mumkin. Hidoyat ihdinas siratal mustaqim harakatda bekor kelmayapti. Mana Musa alayhisalom yo'lga burildidagi nima deb duo qilyapti? Robbim menga hidoyat, to'g'ri yo'lni ko'rsat deyapti. To'g'ri yo'lni ko'rsatib, adashmasdan nima qilgan ekan? Madiyanga yetib borgan ekan Musa alayhisalom. Subhanalloh. Bo'lmasa Misrdan chiqqan emas Musa alayhisalom. Misrdan chiqqan yigit emas. Va yana Madiyanga endi boryapti. Madiyanga borishligi uchun 8 kun yo'l yurib borgan. Mana tafsirda keladi, 8 kunlik yo'l. U yo'lga ham bir odamni bir o'zi bora olmaydi deydi. Bormoqchi bo'lgan odam karvonni kutar ekan. Karvonlar keladi, shu karvonlar bilan qo'shilib ketish kerak. Yo'l biladigan odam bo'ladi-da orasida. Lekin Musa alayhisalom shunday chiqdi degan, "Men shu tarafda bo'lsa kerak, Robbim hidoyat ber" dedidan to'rab ketdi deydi. Alloh taolo o'zi olib bordi Madiyanga deyapti. Qarang, 8 kun ichida nima yedi? Daraxtlarning bariklari o'tlarni yedi deydi. Og'zi ko'k ko'pirib ketgan edi deydi. Subhanalloh. Yana oyoq kiyimlari yirtilib ketdi deydi, oyoq yurganligidan. Va yana qorinlari ochligidan beliga yopishib qolgan edi deydi. Madiyan shahriga yetib keldi Musa alayhisalom. Qarang, tavakkulni qarang, subhanalloh. Qasrni tashlab ketishini qarang. O'tganda aytdik-ya, qasrda kimning o'g'li? Fir'avnning boqib olgan o'g'li bo'lmasa. Fir'avn ilohman desa yo'q degani uchun chiqyapti-da. Yo'q deyapti. O'ltiraman desa, bo'pti deb shunday tashlayapti. Bizlarni o'ltiraman demayapti, biroq bizlar ba'zi ish xonalarimizni tashlay olmayapmiz. Harom desa, namoz o'qimaysan desa, yoki boshqa narsa desa, ishingni ham seni ham deb keta olmayapmiz. Musa alayhisalom nima deyapti? Qasringni ham seni deyapti. Bor ketdi dedi, tashlab chiqib ketdi. Alloh taolo undan yaxshisini beradi, hozir aytamiz. Madiyanga yetib keldi. Madiyanga yetib kelgach, nima deyapti Alloh taolo? وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةٌ مِنَ النِّسَاءِ يَسْقُونَ وَجَدَ مِنْ دُونِهِ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ.
Odamlarni ko'rdi. Bir quduqni oldida erkaklar mollarini quduqdan suv chiqarib suvoryapti. Va odamlar, bir to'p odamlar. Vajada min dunihi imra'atan, ularning chetrog'ida ikkita qizni ko'rdi. Erkaklarga aralashmayapti. Bo'lak. Tazudan qo'ylarni to'sib turibdi, aralashib ketmasin deb turib, haliga erkaklarning qo'ylariga aralashib ketmasin deb qo'ylarini to'siyapti. Hayron bo'ldi. Kimlar ekan bu? Bu ikkalasi nima uchun chetda turibdi? Musa alayhisalom hayron bo'ldi. Nega ularga qo'shilmayapti? Nega qo'ylardan sug'ormayapti bu ikkita qiz? Dedi-dagin oldilariga yurib keldi Musa alayhisalom. Ma xatbukuma? Nima bo'ldi? Ma sha'nukuma deyapti-da. Nima bo'ldi sizlarga deb ikkita qizga aytayapti. Nima bo'ldi sizlarga? Nimaga bu yerda turibsizlar chetda? Nega sug'ormayapsizlar qo'yinglarni? degan edi. Qalata la nasqi hatta yustara ar-ri'a wa abuna shaykhun kabir. Biz hozir erkaklarga aralashib, quralashib mollarimizni sug'ormaymiz. Va bizning otamiz abuna shaykhun kabir. Bizning otamiz kattaroq chol, zaif, katta kishi. Shuning uchun biz mollarimizni sug'orishga kelganmiz, lekin erkaklar bo'lgandan keyin sug'oramiz. Ulardan keyin, ketgandan keyin dedi. Qarang, subhanalloh. Masjidga qarasangiz, Musa alayhisalom keldi. Mana jumlani qarang. Ma xatbukuma? Nima bo'ldi sizlarga dedi. Nimaga sug'ormayapsizlar? Ikkita jumlada. Ikkita jumla bilan gapirdi. Nima bo'ldi? Nega turibsizlar bu yerda? Bo'ldi. Ko'rasizmi? Nimaga turibsizlar chetda? Telefon nomeringlar qancha? WhatsApp aytvorasizmi? Qayerdan sizlar? O qo'yinglar zo'r ekan, semirib ketibdi-yu. Qancha qo'yinglar bor? Qancha yilda shunga yetdi? Chet qishloqni qizisizlarmi? Ortiq so'z yo'q. Qancha so'z? 2 so'z. Endi ulamolar aytadi. Begona ayolga gapirmoqchi bo'lsa deydi. Erkak kishi begona ayolga gapirmoqchi bo'lsa, qadri haja, hojat miqdoricha gapiradi. Kerak narsasini gapiradi deydi. Kerak narsasini nima qiladi? Gapiradi. So'raydi, so'raganini so'raydi, keragini oladi, bo'ldi. Subhanalloh, qarasangiz. Bu 2 gapni o'rgatyapti Alloh taolo. 2 gapni gapiradi, bo'ldi. Keyin ayollarni, qizlarning javobini qarang endi. Nima dedi? Biz erkaklarga aralashmaymiz, qo'ylarimizni sug'ormoqchimiz. Nega sizlarga akang ukang yo'qmi degan so'zga yana gapirib o'tirmasin deyapti-da Musa alayhisalomni. Yana gapirib o'tirmasin, orqasidan savol bermasin deb, "Abuna shayxun kabir, otamiz katta kishida" deb bo'ldi, so'zni yopdi. Shuning uchun keldik biz demoqchida. Tushunyapsizmi? Nega erkaklarga aralashsanglar, boshqa odam yo'qmi deb gapirib ketmasin, yana so'z otmasin deb, "Abuna shayxun kabir, otamiz qari, toqati yetmaydi bunga" deyapti. Shuning uchun biz sug'oramiz deydi. Mana aralashmasligini qarang. Mana bizani hozirgi kundagi dolzarb masala mana shu. Erkaklar bilan ayollar aralashishligi. Muholata, aralashib ketishligi. Alloh taolo erkaklar bilan ayollarni aralashishligini harom qilgan. Nima qilgan? Harom qilgan. Nega? Alloh o'zi biladi. Yaxshiligi ko'pda buni. Misol uchun biz sizga bir motorist aytadi-da. Mana motorga deydi, moy qo'y deydi, radiatorga suv qo'y deydi. Ha, bo'laveradi, aralashtirsangiz. Motorga ham suv qo'yib yuboring, radiatorga moy aralashsa ish narsa qiladi deydimi? Biladi-yu, chunki u biladi ishini, mutaxassis ya. O'zi qilayotgan narsani o'zi yaxshi biladi. Alloh taolo ham insonlarni yaratgandan keyin biladi ularga nima yaxshi, nima yomon ekanligini. Shuning uchun harom qilgan. Erkaklar bilan ayollar aralashishligi shuning uchun. Tushunyapsizmi? Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi: "Va qarna fi buyutikunna va la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula." Nima deydi? Uyinglarda qaror topinglar. Ey ayollar, uyinglarda qaror topinglar. Va la tabarrujna, ko'chalarga chiqib ketmanglar. Ochiq, sochiq bo'lib, ochilib, sochilib chiqib ketmanglar. Tabarrujatil jahiliyatil ula, o avvalgilardek sochilib ketganday. O avvalgida jahiliyat vaqtidagidek ochilib, ziynatlanib ketganday ko'chaga chiqib ketmanglar deyapti. Subhanalloh. Hozir bizani ayollarni ko'rsangiz, uyda cho'rilarga o'xshaydi. Tushunasizmi? Uyda ochilish kerak emas, uyda ochilib, bo'yanib qarashlik kerak, lekin uyda shu eski ro'mol, eski kiyimlar bor, lekin ko'chaga chiqqanda tanimay qolasa, uyga tez ketgingiz keladi. Ayolingiz bilan ziynatli bo'lib ketadi.
Qarang. Ko'chaga chiqsa, haligi ayol tabarruj ziynatini oshkor qiladi. Eng zo'r bo'yoqlarini bo'yaydi. Nima qaraysan, shu meni ayolim edim. Tanib, uyga qaytdingiz, tez qaytsangiz, shu iloji bo'lsa, ajna bo'lib qolasiz, qarang. Mana Alloh taolo subhanahu va taolo Qur'oni Karimda va in sa'altuhunna mata'an fas'aluhunna wara'al hijab. Agar sizlar bir narsa so'ramoqchi bo'lsanglar, kimlardan? Ayollardan, fas'aluhunna wara'al hijab. To'siqning orqasidan so'ranglar degan. To'siqni orqasidan so'ranglar degan. Taqillatasiz eshikni. Eshikni bir aytadiki, uyda hech kim yo'q, erkak kishi yo'q deydi. Hey, kelin, och eshikni. Yuzimga qarab gapir. Qanday deb gapiradi, to'g'ri? Odobmi shu deydi. Ba'zilar aytadi, odobmi shu deydi. Eshikni ochib muomala qilsa bo'ladi-yu deydi. Alloh taolo nima deyapti? Hijob orqasidan so'ra. Qanday ochadi senga u? Uyda erkak kishi yo'q deb turibdi. Bo'ldi. Aytadiki, erkak kishi yo'q deyish kerak, bo'ldi. Qanday sizga ochib muomala qilishligi shart emas. Ba'zan o'tirib qoladi. Ba'zan dindan uzoq odamlar tushunmaydi uni. Ayolingiz bilan mashinasiga o'tirib qolasiz uni. Endi ayolingiz begona erkak bo'lgandan keyin, orqasiga o'tirgandan keyin nima qiladi? Assalomu alaykum deydi, bo'ldi. U bilan ko'rishmaydi endi. Qandaysa sog'lig'ingiz yaxshimi, kerak emas u. Siz ko'rishib turibsiz uni. Keyin aytadiki, qanaqa tarbiyasiz ayol ekan bu. Muomala qilmas ekan bu, gaplashmas ekan bu. Jag'day so'ramas ekan bu, hal-ahvol so'ramas ekan deydi. Yo'q, kerak emas. Hojat vaqtida bir narsa sotmoqchisiz, olmoqchisiz, mana shu vaqtlarda 2 kalima, 3 kalima bilan bitiradigan kerak so'zlarni gapirishlik kerak ekan. Ko'rasizmi? Va bir narsa so'ramoqchi bo'lsangiz, to'siq orqasidan so'ranglar deyapti. Mana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam masjidlarga ayollarning kelishligini nima dedi? La tamna'u ima Allohi masajidalloh. Allohning qullarini masjidlarga kelishdan to'smanglar dedi. Yo kelaman masjidga desa kelsin, to'smang. Bormaysan demang. To'smanglar deyapti. Va salatuhunna khayrul lahun, lekin ularning namozi salatuhunna fi buyutihinna khayrul lahun. Uylarida o'qigan namoz lekin ularga yaxshiroq dedi. Tushunyapsizmi? Ayollar kelgan ekan Nabiy alayhisalom vaqtida. Mana Oysha onamiz aytadi. Biz Bomdodga kelgan ekan. Bomdoddan Xuftonga kelgan ekan ayollar. Hadislarda keladi. Oysha onamizdan keladi. Biz Bomdodga kelar edik. Hech kim tanimaydigan inson bir-birini uzoqdan ko'rganda ayolmi erkakmi bilmaydigan darajada kelar edik. Va namoz o'qib bo'lganimizda ham uzoqdan ayol erkak ekanligini tanimaydigan darajada qaytardik degan. Bu namoz vaqtidagi namoz va bomdod vaqti degan hadisda mana shunday keladi-da. Ya'ni bomdod vaqti qachon bo'lishi kerak? O'qib bo'lganda uzoqdan ayolmi erkakmi tanimaydigan darajada bo'lishi kerak o'qib bo'lgan vaqtingizda. Shunda shu hadislar keladi. Shundan bilinyaptiki, ko'rinmay kelardi, ko'rinmay ketardik. Agar masjidning holati shunaqa bo'lsa yaxshi. Ayollar kelib, ko'rinmay kelib, ko'rinmay ketsa. Endi aytibdiki, hadisda atir sepgan ayollar Xuftonda bizga bilan birga Xufton namozini o'qimasin degan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam. Bundan bilinyaptiki, Xuftonga kelishligi ayollar. Lekin asr shom peshinlarda kelmagan. Aslamnoy azon va kechga tunlarda kelardi deydi. Ya'ni atir sepgan ayol namozga kelmasin deyapti-da. Agar fitna bo'ladi demoqchi-da, uni hididan erkaklar turadi namozda deydi. Kim ekan bu ayol, kimning ayoli ekan deydi misol uchun. Endi qo'yavering, o'zi namozda, masjidda fitna bo'ladigan joy emas o'zi. Masjidda iloji boricha 10 ta odamning bittasini hayoli ketishligi mumkin, 9 ta odamning hayoli ketmaydigan joy. Shetdan Rasululloh alayhisalom iloji boricha nima deyapti? Uyda o'qilgan namoz yaxshi deyaptimi? Endi bozorlarni qo'yavering. Endi to'yxonalarni qo'yavering. Korporativlar, boshqa aralashishlar minbabi avla u qancha u Rasululloh alayhisalom uni qattiq tiygan bo'lardi bu narsadan. Ko'rgandi. Atir kim atir sepsa, bir odam uni hidlasa zino qilibdi degan Umar radhiyallohu anhu. Begona erkak uni hidlasa. Hozir atirsiz ko'chaga chiqmaydi. Qarang. Boyaga aytganimizdek, o'zini nima qilyapti? Ayollar berkinib kelib, berkinib ketardik deyapti. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytgan, Madinaga kelgan vaqtida mana shu joydan eshik ochib qo'yinglar, ayollar kirib chiqsin degan ekan. Shu joydan eshik ochilgan ekan, erkaklar u joydan qadam bosmagan ekan. Hech kim, faqat ayollar kirib chiqqan ekan shu joydan. Qarang.
Endi ko'ryapsizmi? Aralashmaslik. Hozir mana oshkor ayollar ziynatlanib chiqadi, o'zini ko'z qilyapti. Mana Asma radhiyallohu anha, Asma binti Sakan radhiyallohu anha, bu xatibatun nisa deyilgan ekan. Ayollarning sovchisi degan laqabi bo'lar ekan. Qanday? Ayollarning bir masalasini Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga kelib faqat aytadigan ayol bo'lar ekanda. Bunday deyapti ayollar, nima deysiz? Shuni bir kuni kelib Rasululloh alayhi vasallamga aytgan ekan. Allohning qo'lida bo'lgan zotga, nafsim Allohning qo'lida bo'lgan zotga qasamki, ya Rasululloh, Alloh taolo sizni erkak va ayollarga teppa-teng payg'ambar qilib yubordimi degan. Nabiy alayhisalom, "Ha, nima bo'ldi ey Asmo?" degan. "Ya Rasululloh" degan. Unda degan, siz erkaklar jumalarga borasizlar. Siz erkaklar tarovihlarga borasizlar. Siz erkaklar hayitlarga borasizlar. Siz erkaklar hajga borasizlar, rizq topasizlar, infoq ihson qilasizlar, jihad qilasizlar. Biz ayollar qasiratul mahsuratul ma'suratu qa'idatun fil buyut. Subhanalloh. To'rtta narsani aytdi. Biz ayollar cheklanganmiz. Uylarida o'tiradigan va chimildiqlarida o'tiradigan, o'tirib qolgan, uydan chiqmaydigan ayollarimiz. Sizlar umraga, hajga yoki jihodga ketganinglarda sizlarni farzandinglarni tarbiyalaymiz. Molinglarni saqlaymiz uyda o'tirib. Bizga ham shunda ajr bormi degan ekanda. Tushundingizmi? So'rayotgan, subhanalloh nima aytar ekan deb turibman o'z. Bizlar ham ko'chaga chiqsak bo'ladimi demayapti-da. Qarasangiz, nima deyapti? Ajr bormi deyapti. Savob bormi deyapti. Agar erlarimizni mol-dunyo saqlab, bolalariga qarab o'tirsak uyda deyapti-da. Payg'ambar alayhisalom sallallohu alayhi vasallam aytgan gapini qarang. Ifhami, ey Asmo, yaxshilab tushunib ol meni dedi. Birovlar tushunmay boshqa narsani gapirib yuradi-da. Tushunib ol ey Asmo. Yaxshilab bilib ol va boshqalarga yetkaz. Agar sizlar eringlarni rozi qilsanglar, roziligini harakatida bo'lsanglar va eringlar rag'batlanatga xohlagan, nima yegiz kelyapti, nima qilg'iz kelyapti, shuni qilib berib tursanglar va iffatinglarni saqlasanglar, sizlar ular bilan ajrda barobarsizlar dedi. Subhanalloh. Qarang. Nima kerak ayoliga? Uyida erini molini saqlab, erini farzandlarini tarbiyalab o'tirsa eng yutug'i shu yerda ayol kishi. Ko'chalarga chiqib erkaklar bilan aralashishligi shart emas. Erkak ayol ishlasa bo'ladimi desa, ulamolar ikkita shart qo'yadi. Qanaqa shart qo'yadi? Ikkita shart bor. Ayollar erkaklar bilan ishlasa bo'ladimi? Erkaklar bilan deb, ko'chaga chiqib ishlasa bo'ladimi? Birinchisi deydi, birinchisi boquvchisi bo'lmasa. Kimi? Akasi, ukasi, adasi, eri bo'lmasa. Yoki bo'lsa ham zaif bo'lsa, mana Musa alayhisalom ikkita qizi. Nima deyapti? Atamiz bor sug'orishlikka qo'ylarni. Lekin shayxun kabir qarib qolgan. Chiqib sug'ora olmaydi deyapti-da. Agar shunday darajada bo'lsa, joiz chiqishligi ko'chaga. Ikkinchi sharti adamul muxolatati, erkaklar bilan aralashmasa. Bir xonada o'tiradi ba'zan. Bir xonada o'tiradi, gaplashib, kulishib, ha desa ishda-yu endi ishimiz endi dedi. Yo'q. Xonangiz bo'la qilsangiz bo'ladi. Menga bering, men shu ishni qilishim kerak bo'ldi. Men boshqa xonada qilaman. Bir ayollar bilan birga o'tirib qilaman. Bo'ladi. Agar shunday holat bo'lsa, erkaklarga aralashma. Ana shunda shariat joiz deydi. Qarang. Mana shunday qilib turib, Musa alayhisalom qizlari nima, Musa alayhisalom ko'rgan qizlar erkaklarga aralashmay turibdi. Yana eng qizig'i, u quduqni qopqog'ini 10 ta kishi ochar ekan. 10 ta kishi yopar ekan. Ko'ryapsizmi, shuncha qiyinchilik bo'lsa ham erkaklar bir aralashib sug'orib olay, hozir suvga tugab qoladi quduqdan demayapti-da. Aralashmay turibdi. Va yana otasi zaif bo'lgani uchun chiqqan ular. Mana shu narsani olamiz. Tushundingizmi? Mana shunda Musa alayhisalom keldida, Musa alayhisalom kelib, haligi anaqaga ayollarga nima qildi? Fasaqalahuma. Borib, shunday 10 ta odam ko'taradigan qopqoqni bir o'zi analar ketgandan keyin ko'tarib ochib, bir o'z qo'ylarini suv olib, sug'orib berib, qaytib qopqoqni yopib, nima deydi? Thumma tawalla ila zilli, daraxtning soyasiga borib o'tirgan ekan-da. Bo'ldi, mana qildik, endi nomeringiz qancha?
Mana endi qilib qo'ydigan sug'orib berdim endi bir tanishsak nima bo'ladi endi men bir joydan keldim demagan. Yo'q, yaxshi. Qarasangiz, tavalla shunday o'girildi-da, qayerga boryapti? Daraxtning soyasiga borib o'tiribdi. Ortiq so'z yo'q-da. Ortiq so'z yo'q boshqa. Mana bu yerda nima foyda olamiz desa, bu yerda olinadigan foyda deydi. Alloh uchun qildi deyapti-da Musa alayhisalom. Ko'ryapsizmi? Bir foyda uchun qilmadi. Biza nima qilamiz? Birovni Alloh alam o'tkazib mashinaga bir joy tashlab yuborsangiz, tushayotganda yo'l kira to'lamoqchi bo'lsa, yo'q, endi raqamingiz qancha shuni aytsangiz bo'ldi endi deymiz. Deyotganlar bor endi. To'g'rimi? Yoki bittasi aytayapti. Bir ayol so'rayapti. Bir marta deydi, ersiz yashash qiyin ekan deydi. Men ayollarga aytardim, ajrashmanglar deb aytardim ayollarga. Deyapti-da haligi ayol. O'ylardim, ersiz eplasa bo'ladi, bar narsani, pulmi, hozir erimdan ko'p topyapman deb o'ylardim, lekin xato qilgan ekanman. Nega? Ersiz yashadim, uyimda kanalizatsiya suv kelmay qolaverdi, issiq suv kelmay qoldi deydi. Shun bilan santexnik chaqirdim. Santexnik keldi, bir to'g'rilab berdi deydi. Ketdi. Ikkinchi kelganda yana bir shunaqa bo'lib qoldi, yana keldi. Uchinchi kelganda menga tegsa deb aytayapti deydi. Tegib olsa menga deb so'z otyapti o'sha deydi. Har turli gaplar gapiryapti deyapti-da. Shunda baribir shu yerda ojizligimni bildim deyapti. Baribir erkak kishi o'rni boshqa. Qarang. Ha, Musa alayhisalom Alloh uchun qilgan ekan. Qarang, shuni o'girildi-da, ularga gapirmadi ham, boshqa ham qilmadi, shu daraxtning oldiga borib o'tirdi deydi. Mana Alloh uchun qiladigan amal shunday. Ixlos bilan qilish kerak-da, qilsangiz yaxshilikni. Ixlosning 3 ta alomati bor deganmiz darslarda. Qanday alomati bor? Bir odam bir amalni qilayotganligini ixlos bilan qilyaptimi yo'qmi? 3 ta alomati bor. Qanday alomat u? Birinchisi, unga baribir insonlar maqtaydimi, yomonlaydimi, baribir. Tushunyapsizmi? Bir odamlar aytadi, nimaga endi zo'r qilayotgan edingiz? Deydi, insonlar rahmati yo'q ekan deydi, bilmas ekan qilayotgan yaxshiligingni deydi, tashlab qo'yadi. Qarasangiz, neredeyse insonlar gapiraverar ekan orqangdan, qilayotgan yaxshiligingni bilmayapti deydi. Qayta yomon gap gapiradi. Ixlosi yo'q bu odamning. Ixlosi bor odam insonlar sizni yaxshilaydimi, yomonlaydimi, maqtaydimi, uni baribir bo'ladi. Bu birinchi alomat. Ikkinchisi, nisyanu ru'yatul amal. Amalni qilganini unutib yuboradi bo'ldi. Amalni ko'rsatishlikni unutib yuboradi. Qildingizmi, bo'ldi, unutasiz. Bir odam sizga bir qarz bergan, yordam bergan, keldidan bilasizmi, menga faloncha paytlarda yordam bergan, qaysi vaqt esingizdan ham chiqib ketgan. Shunday bo'ladi. Aytmas ekanda, qarang Musa alayhisalom esan, shuna bordimi, bo'ldi, suvordi. Biz nima qilamiz? Keyin WhatsAppda assalomu alaykum, alaykum assalom, yaxshimisiz? Tanimadim desa, boyayu men sizga anoni ko'tarib yuborgancha, boyayu men anaqadan sizga boya ishlaringizni bitirib yubordim-ku. Ha, shunga deb turib yozamiz. Yo'q, esdan chiqarib yuborishlik. Uchinchisi esa intizoru savobil amal fil axirah, savobini oxiratdan kutishlik, odamlardan emas. Rahmat aytadimi, bir narsa beradimi? Yo'q, savobini. Mana shu 3 ta topsa, unda ixlosni unda bor. Ixlosning 3 ta alomati shu deydi. Keyin chetga borib o'tirdi, qarang. Chetga borib o'tirdida soyada haligi qizlar gapirmadi-yu qizlar ham. Faqala robbi inni lima anzalta ilayya min khayrin faqir dedi. Soyaga borib o'tirib, Robbim deyapti, yana duo qilyapti, qarang. Subhanalloh. Robbim, menga yaxshiligingdan tushiradigan yaxshiligingni ber. Men sening tushiradigan yaxshiligingga faqirman deyapti. Muhtojman demadi. Muhtojdan ko'ra nima turadi? Faqir yana ham chuqurroq turadi. Duoning lafzlariga qarang endi. Robbim, men sen beradigan yaxshilikka, xayrga nimaman? Faqirman deyapti. Robbim, menga taom berchi. Yoki Robbim endi menga boshpana ber bu yerda Madiyanda demayapti-da. Nima yaxshi sizga bilmaysiz. Sizga balki taom ziyondir sizga. Boshpana balki Musoga ziyondir. Shuning uchun yaxshiligini so'rayapti, qarasangizchi. Yaxshiligini so'rasa Alloh taolo bar yaxshilikni berdi-da keyin Musa alayhisalomga. Butun yaxshilikni, hamma narsasini berdi. Shuning uchun tushunyapsizmi? Alloh taolo Qur'oni Karimda aytadi: "Asa an takrahu shay va huwa khayrul lakum." Sizlar bir narsani yomon deb o'ylaysizlar. Sizlar uchun u yaxshilikdir. Sizlar bir narsani yaxshi deb o'ylaysizlar, u sizlar uchun yomonlikdir. Shuning uchun so'raganda Robbim menga faloncha berchi deb so'ramash kerak. Nima deb so'rash kerak? Robbim menga xayrligini berchi deb so'rash kerak. Chunki bilmaysa, u berayotgan farzand sizga xayrlikmi yo'qmi? U berayotgan dunyo sizga xayrlikmi yo'qmi?
dunyoni xayrligini berchi. Yoki xayrni so'rasangiz, yaxshilikni butun ichida Alloh taolo o'zi biladi sizga nima berishlikni. Tushunyapsizmi? Musa alayhisalom shunday dedi. Shuncha ulamolar aytadi, kim mana bu duoni aytsa deydi. Kim bu duoni aytsa, Robbim menga tushirayotgan yaxshiligingni menga ber, men faqirman desa, kimga dunyo yetmay turgan bo'lsa, mana shu duoni qilsin, dunyo yetadi unga. Kim boshpana topmay kvartira qiyinchilikda yurgan bo'lsa, mana shu duoni aytsin, Alloh taolo unga boshpana beradi. Kim mana bu duoni uylanishligi qiyin bo'lib yurgan bo'lsa, Robbim, sen tushirayotgan yaxshilikni menga ber desa, Alloh taolo mana shu uchalasini barini beradi dedi. Musa alayhisalomga bu uchalasining barini berdi. Barini berdi Musa alayhisalomga. Qani, uy ham berdi, boshpana ham berdi, dunyo ham berdi, ayol ham berdi. Qanday berdi? Haligi qizlar bordi-yu. Qo'ylarni sug'orib borgandan keyin uyda zaif bo'lib yotgan otasi birinchi aytgan gapi nima bo'ldi bilasizmi? Nega vaqtlik keldinglar dedi. Subhanalloh, qarang. Nega vaqtlik keldinglar deyapti. Har kuni nega sug'orib hammadan keyin qiz u yapolmay kechikib kelardi-da. Bugun Musa alayhisalom sug'ordi. Tez bitdi. Ota uyda qachon keladi qizlari, qachon ketadi, ayoli qachon keladi ketishini ko'rib, bilib, baqilab o'tirishlik kerak ekan. Qarab o'tir. Bo'l, mana qarang, qizlari nega bugun vaqtli keldi deb qarab o'tiribdi. Bu ota kim edi bu? Ulamolar kim edi desa, ba'zilar aytadiki, Shuayb alayhisalom edi deydi. Lekin ko'p ulamolar aytadi, yo'q, bu Shuayb alayhisalom emas edi. Shuayb alayhisalom qaysi davrda yashadi? Lut qavmini yaqin yashagan. Chunki Alloh taolo nima degan? Lutning qavmi sizlarga uzoq emas degan Shuayb alayhisalomning qavmiga. To'g'rimi? Shuning uchun Lut alayhisalom Ibrohimga yaqin yashagan, ya. Ibrohim, Lut, Shuayblar yashagan. Undan keyin orada 400 yil bor deydi. Shuning uchun bu Shuayb alayhisalom emas, Shuayb alayhisalomning qavmidagi solih kishi bu. Solih ibodatgo'y kishilarning qizlari bu. Shu kishi bo'lgan. Ana shu kishi qizlari tez kelgandan bilyapti. Nega tez keldinglar deb so'roq qilyapti. Qarasangiz, qayerga ketyapsan demayapti hozir otalar. Nega kech kelding? Qayerda bo'lding? Nega unda yuribsan? Qayerga bording? Qayerda o'tirding? Bilmaydi ham. Kimlar bilan uchrashib yuribdi? Kimlar bilan gaplashib yuribdi? Bilmaydi. Xabari ham yo'q. Shunday xabari bo'lmayaptiki, uyiga erkak, begona erkak kirib chiqib ketganini ham bilmayapti. Shunday bo'lyapti, shu eshityapmiz. Begona erkak kirib, xohlaganini qilib chiqib, biroq ota sezmayapti uni. Ishi yo'q-da. Mana nega vaqtli keldinglar? Shunda aytdiki, ular: "Ey otamiz, bugun biz bir yigitni ko'rdik. Bu qishloqda yigit emas. U bizlarga qarashib yordi. Sug'orib berdi, shuning uchun tez keldik" dedi. Otasiga. Lekin u omonatdor va kuchli yigit ekan dedi. Ko'ryapsizmi? Shunda Musa qaradiki, agar dedi, qiz qarab turibdi, kuchli yigit ekan deyapti va yana omonatdor yigit ekan, shu sug'orib berdi deb. Musa alayhisalom mana bu haligi erkak mana bu so'zni eshitgandan keyin yaxtidagi chaqirib kelinglar shu yigitni dedi. Shu chaqirib keling. Shulardan aytibdi, "Faja'atu ihdahuma tamshi 'ala al-istihya." Qizlaridan bittasi uni chaqirishlikka ketdi. Tamshi 'ala al-istihya. Uyalgan, hayo qilgan holatda yurib kelyapti Musa alayhisalomning oldiga. Mana shu jumlani qarang. Yurib kelyapti. Musa alayhisalomning oldiga qanday yurib kelyapti? Hayo qilgan holatda yurib kelyapti. Subhanalloh. Mana shu hayoga to'xtaymiz endi yana. Qarang. Chaqirib kel deyapti, hayo bilan yurib kelyapti. Hayo qanday hayo? Hayo bilan qanday yuradi? Hayo bilan yurishlik qanday alomat? Ha? Qizlar hayo bilan yursa, uning alomati qanaqa? Ulamolar aytadi, birinchisi deydi, yerga qaray. Umar radhiyallohu anhu aytgan ekan, ya'ni hayo bilan yurib kelyapti deganda, yengi uzun yengini yuzlariga yopib olib, bunday qilib kelayotgan ekan, bunday qilib. Qarang. Mana hayo bilan yuradigan qizning alomati yuzlarini yopib yengi bilan deydi, yerga qarab yuryapti deydi. Keyin oyoqlarini dukullatib, payg'ambar alayhisalom aytgan ayollarga, oyog'inglarni to'qillatmanglar degan. To'qillatmasdan yuryapti. Keyin joy gapiryapti deydi. Joy sekin gapiryapti. Ey
Otangiz sizni chaqiryapti deb aytibdi deyapti-da. Mana hayo bilan yuradigan qizning alomati deydi. Hozir ayollarni ko'ring, bozorda joy gapirish bu yoqda tursin. Shunchalar gapirganidan bechorani eri kim ekan deb o'rasiz. Ya? Shuncha sizga so'z bermaydi. Tepib, aralashib, turtib, qisib, pavorotniga ham yoqmay, aytishni yuribdi. Bu hayo, behayo bu. Hayo mana ulamolar aytadi. Ajmalu ma tatazayyanu nisa hayo ayolni eng ziynatlab turadigan narsa bu hayo deganda. Ziynatlab turadigan narsa. Shuncha ulamo shoirlardan bittasi aytgan ekan. Ey ayollarning taqinchoqlari oltin va kumushlaridan ko'ra eng ziynati uning hayosi degan. Hayosi degan. Bu oltinlarni mana taqib olsin. Bütün oltinlarni har bir barmoqlariga taqsin. Lekin erkaklarga o'xshab deb baqirib gapirsa, hayosi yo'q bo'lsa, aralashib, o'tirishida ham, turishida ham, yurishida ham erkaklarga o'xshab yuradigan bo'lsa, bu ayol ziynatli ayol emas bu. Hech kim yoqtirmaydi bu ayol. Ayol hech narsasi yo'q bo'lsa ham qanday yursa, yerga qarab tursa, yumshoq gapirsa, joy, sekin, muloyim gapirsa, bu ayol ziynatli ayol bu. Hayo shunday narsa ekan. Qarang. Hayo o'zi nimadir u hayo? Hayo so'zining ma'nosi nima? Ha? Hayo so'zining ma'nosi. Mashalloh, Alloh rozi bo'lsin buni. Hayot so'zidan olingan ekan. Bu degani hayosi bo'lmagan odam hayoti yo'q, o'lik bu. Hayo so'zi hayot so'zidan olingan. Ya'ni hayo yo'qmi? Hayot yo'q. O'lik bu. Tushundingizmi? Mana bu hayolik odam nimaga erishadi endi? Hayolik bo'lganda deysiz-ku. Nima uning mukofoti? Hayolik. Sifatu min sifatil ulamolar aytadi. Hayo bo'lgan odam Allohning sifatlaridan bir sifatga ega bo'libdi deydi. Chunki Allohning sifatini bir nima? Al-Hayy, uyaluvchi bo'lgan zot. Agar banda duo qilsa, berishlikdan uyaladi degani. Hayosi bo'lgan odam Allohning sifatlaridan bir sifatni o'ziga olgan odam deydi. Shuning uchun ulamolar aytadi, Ibn Qayyim rahimahulloh, agar kimda Allohning sifatlaridan bir sifat topilsa, vallohi Allohning muhabbatiga sazovor bo'ladi deydi. Qanday? Karim. Allohning sifati Karima. Siz karimmisiz? Yuhibbul kurama. Alloh karimlarni yaxshi ko'radi. Qarang, siz rahimmisiz? Rahimdilmisiz? Innalloha yuhibbur ruhama. Alloh rahimdillarni yaxshi ko'radi. Allohning sifati kimda bir sifat topilsa, albatta Allohning muhabbatiga sazovor bo'ladi. Hayosi bo'lgan odam Allohning sifatlaridan bir sifatga ega bo'lgan odam deydi. Qarang, Rasululloh alayhisalom aytganda shuning uchun agar fahsh narsa bir narsaga kirsa, nimaga kiradi u? So'zga kiradimi, ishga kiradimi, uyga kiradimi? Fahsh bir narsaga kirsa, illo uni buzib yuboradi deganda. Fahsh uyda bormi? Buzuq uy u. Fahsh ishxonada bormi? Buzuq ishxona u. Fahsh tilingizda bormi? Buzuq og'iz u. Agar hayo bir narsaga kirsa, illa uni ziynatlaydi deganda. Hayo bormi uyda? Ziynatli uy. Hayo bormi ishxonada? Hammada unda u ziynatli ishxona. Hayo bormi sizda? Unda siz ziynatli odamsiz. Ko'ryapsizmi? Odam alayhisalom mana. Adam alayhissalom, Alloh subhanahu va Adam alayhissalom jannatda yema degan daraxtni yeb qo'ydi-ya. Nima qildi? Avratlari ochilib qoldi. Fatafiqa yaqsifani min waraqil janna. Jannatning bariklaridan o'zib avratlarini yop uyalib qochyapti deydi. Subhanalloh. Adam alayhissalom o'zi hayo insonning tabiatida bor. Hayo insonning tabiatida bor. Mana misol uchun bola tug'iladi. Bola tug'ilgan vaqtda endi bunga hozir bir oy emishlikni o'rgataylik demaysiz-ku. Tabiatida nima bor? Ko'krakni izlashlik bor. Ko'krakni shunday topib ketadi-ya. Insonning tabiatida uyalishlik bor. Agar uyalishlik yo'qmi, unda tabiati buzilib ketgan u inson. Mana Odam alayhisalom jannatga kirgan vaqtda daraxt yedida uyalyapti-da, avratlari ochilib qolgandan yopib, nima qilyapti? Qochyapti. Subhan, hozirchi. Hozir yalang'och ko'chada yuribdi. Hayosi yo'q buni degan. Payg'ambar alayhisalom nima degan? An-nisa'ul 'ariyatul kasiyat. Ayollar kiyingan, lekin yalang'och. Subhanalloh. Kiyimi bor. Ne qarasangiz kiyimi bor. Kiyim kiyganmisiz? Ha, mana deydi. Biroq 'ariyat, avratlar ochiq biroq. O'ylab qolasiz, bunday qarab,
Birinchi o'ylaysiz, buni o'zi shoshilishda kiyib chiqib ketganmi deb o'ylaysiz. Aslida u moda deb kiyib chiqqan uni. Shuni aytibdi Payg'ambar alayhisalom, ayollar kiyingan, lekin yalang'och. Mumilatun ma'ilat, moyil, mumilat suzilib, qiyshayib, bunday yuradi. Tillarida ham bunday anaqa qilib gapiradi degan, moyil bo'lib turib, fahshga. Va sochlarini tuyaning o'rkashlariga o'xshab o'ragan ayollar jannatning hidini hidlamaydi deganda. Jannatning hidini kirish buyoqda tursin, hidini hidlamaydi degan. Ko'ryapsizmi? Fahsh, ya'ni hayo insonda bo'lmasa qanday bo'ladi? Ochilib ketadi shuning uchun. Hozir mana boya aytganimizdek telefonlarda shunday ochiq o'ynab chiqyapti. Hayosi yo'q uni. Yoki bo'lmasa ba'zi hijobga kirganlar hijob ro'moli bo'lib turib, bemalol o'ynagan, muzikani orqasidan qo'ygan, o'tirgani, turgani bor. Hayo yo'q. Payg'ambar alayhisalom nima degan? Iymon 70 qancha ham bo'lik. Iymon. Eng tepasi la ilaha illallohni aytishlik. Eng pasti nima? Yerdan bir aziyatni olib tashlashingiz. Iymonim bir narsa ziyon beradigan narsa turibdimi? Shuni bunday avvardingizmi, iymoningiz bor. Eng past iymon u. Olib tashlash. Uni ham olamayapsiz, iymoningiz yo'q ekan unda. Pasti ham yo'q. Al-imanu al-haya'u min al-iman. Lekin iymon, hayo iymonning bir bo'ligi dedi. Tushundingizmi? Bu hayo iymon dedi Payg'ambar alayhisalom. Agar hayosi bormi, unda iymoni bor. Hayosi yo'qmi, iymoni yo'q uni. Iymon o'sha bir bo'ligi uni. Tushunyapsizmi? Mana Fatima onamizni qarang. Iboda, hayoda tanilgan salaf ayollarini qarang qanday bo'lgan. Fatima onamiz ya. Asma binti Abu Bakrga aytibdi, Abu Bakrning qiziga aytibdi. Ey Asma, o'lganimdan keyin, u paytda o'lganda buni kafanni o'rar ekanda, belidan ikkita belboqni berar ekan. Shuni odamning ko'kraklari, qorinlari ko'rinib qolar ekan, qattiq tortib bog'lar ekan. Keyin bir yog'ochga solib olib ketar ekan, bo'ldi. Bizlarga o'xshashmada tobut bo'lmagan ekan Madinada avval vaqtda. Shunda Asmoga aytibdi, ey Asmo, mana shuni eslasam uyalib ketyapman degan ekan. O'lgan vaqtimda kafan qilib, kafanda ikki bor belboqni yurgizsa, undan mening qomatlarim ko'rinib qolishligidan uyalyapman. Shuning uchun Habashistonda men bir narsa ko'rdim. Tobutni ustini yopib qo'yadigan yog'och bor ekan. Shuni ishlatib qo'ysam, shuni vafot etganimda meni ana shunga qo'yib olib borsa erkaklar ko'rmasa degan. Subhanalloh, o'lgandan keyin hayosini qarang, uyalishligini qarang. Hozir tirik, lekin qomatini ko'rsatishdan uyalmayapti. Qarang. Hijobda lekin qomatlarini ko'rsatishlikdan uyalmayapti. Ular aytayapti, o'lgandan keyin ko'rib qolishligidan uyalyapman men tobutga. Ana shundan kelib chiqqan ekan, keyin bunday tobutga solib mayitni ko'rsatmaslik. Oysha onamiz radhiyallohu anhoning hayosini qarang. Oysha onamiz Payg'ambar alayhisalom vafot etgan vaqtda uyiga ko'mildi. Ya Rasulullohning qabrlari qayerda? Uyida. Oysha onam shu yerda yashadim deydi. Kuyovi bo'lgandan keyin ko'chaga chiqib kirganimda ro'mollarimni yechib o'tirardim endi. Payg'ambar alayhisalom o'zimni kuyovim bo'lgandan keyin. Keyin oradan o'tdi 2 yil 6 oy Abu Bakr radhiyallohu anhu vafot etdi. Abu Bakr radhiyallohu anhu Rasululloh alayhisalom oldiga dafn qilindi. Unda ham men bemalol bo'ldim. Ro'mollarimni yechib bemalol o'tirdim, yurdim xonada. Nega? Bittasi dadam, bittasi kuyovim bo'lgan. Keyin Umar radhiyallohu anhu o'g'illarini yuborib Oysha onamizdan so'ragan ekan. Men ikkita do'stim oldilariga dafn qilinsam, ruxsat berasizmi shu yerga ko'milsam deb. Chunki Oysha onamiz shu yerga dafn qilinaman deb yurar ekanda. Oysha onamiz o'zidan ko'ra Umar radhiyallohu anhu afzal qo'yib, shunga isor qilib, taqdim qilib rozi bo'lgan ekan. Keyin Umar radhiyallohu anhu ko'milgandan keyin Oysha onamiz u uyda ta vafot etgunicha ro'mollarini yechmasdan yashagan ekan. Chunki begona erkak kirdi degan ekanda endi xonadonimizga. Begona erkak kirib qoldi dedi. Mayitdan. Mana bittasi adam, bittasi Rasululloh, lekin Umar radhiyallohu anhu begona qabrda yotibdi, shu joyda nima deyapti? Begona erkak kirdi deyapti-da, yopyapti. So'rab, hozir begona kiradimi, birov kiradimi? Bemalol. Ochiq, sochiq
o'ravarish, boshqa narsa yo'q. Endi mana shuni aytibdi, qarang Qur'onda. Alal istihya, uyalgan holatda kelyapti-da. Ko'ryapsizmi? Hayo qilgan holatda keldi. Kimning oldiga? Musa alayhisalomning oldiga. Kim? Qizi. Aytdiki, "Inna abi yad'uka liyajziya ajra ma saqayta lana." Otamiz sizni chaqiryapti. Nega qo'rqib ketmasin deyapti-da. Nega deb? Sizni bizga qo'ylarimizni sug'orib berganingiz uchun beradigan mukofoti bor ekan deyapti. Subhanalloh, qarang. Musa alayhisalom xo'p dedi-da, oldiga nima qildi? Siz oldiga tushdimi yoki uni oldiga yurgizdimi? Qani yo'l ko'rsating dedimi? Nima dedi deydi. Musa alayhisalom oldida yurgan ekan. Shamol pamol bo'lib, qomatlaringiz, kiyimlar yopishib ko'rib qolmayin deganda, men oldida yuraman, siz orqada o'ngga burilamizmi, chapga burilamizmi, toshni oting, men shunga qarab yuraman degan ekan. Men toshni otadi, bu yoqqa yurish kerak. Bu yoqqa toshni otadi. Hozir uni aytsangiz endi qo'y endi fantastik, taqvo bo'lib ketding deydi. Lapash ekan mana deydi. Qarasangiz. Qanday? O'ngga otasi o'ngga yuraman, so'ngga otasi so'ngga yuraman deyapti. Oldida ketyapti. Qaramasdan ketyapti. Keldi. Keldida yetib kelgach, otasi bilan tanishib, bo'lgan voqeani aytdi. Ya'ni men Misrda ulg'aydim, onam meni nimaga tashladi? Sanduqqa tashladi, oqib keldim, qasrda uyg'aydim, u o'zini ilohman deb falonchi bo'ldi, oxiri qochib najot izlab bu yerga keldim dedi. Shunda ota aytdiki, qala la takhaf. Najawta min qawmiz zolimin. Siz qo'rqmang. Siz zolimlarning qavmidan najot topdingiz. Madyan unaqa joy emas. Madyan yaxshi. Siz zolimlarning qavmidan najot topdingiz bo'ldi. Qalat ihdahuma ya abati istajir. Qizlardan biri bunday dedi keyin. Ey ota dedi. Shuni dedi ijaraga olsangiz ishchi qilib dedi. Inna khayra man istajarta qawiyyul amin. Agar uni ishchi qilib olsangiz, kuchlik va omonatdor erkakni ishga olgan bo'lasiz dedi. Endi aytishingiz mumkin, qanday boya uyalib, hayo qilib yotgan odam qanday endi otasiga ishga olsangiz deyapti debdi. Uyalgan agar qalbida bir narsasi bo'lgan odam uni aytmaydi uni. O shaxta bitirardi uni quduqning oldida. Uyalmaganligi uchun nima deyapti? Bemalol aytayapti uni. Nima uyalmagani uchun emas, qalbida bir narsa bo'lmaganligi uchun bemalol aytabilyapti. Va yana deydi ulamolar aytadiki, agar shuni olsangiz deyapti, bizlar bormaslikda erkaklar bilan aralashishlikka, qo'y boqishlikka, shuni borib qo'ya qolardi demoqchi. Qarasangiz? Va otasi aytdiki, qawiyyul amin, sen kuchlik va omonatdor deb aytyapsan. Qayerdan bilay uni kuchli ekanligini va omonatdor ekanligini, amin, ishonchli ekanligini? Kuchli ekanligi haligi 10 ta odam ko'taradigan qopqoqni bir o'zi ko'tardi. Bir o'zi yapti. Suvardi. Kuchi bor. Va yana amin degani hozir chaqirib kelayotgan vaqtimda bir marta ham orqasiga qaramasdan, xiyonat qilmasdan keldi. Omonatdor bu dedi. Shunda otasiga bu narsalar yoqqan ekan. Yoqib Musa alayhisalomga aytgan ekanki, shu yerda qoling siz. Shu yerda 8 yil meni xizmatimni qiling. Sizga boshpana beraman, uy beraman, yana taom beraman va inni uridu an unkiha ihda ibnatayn hatayn. Ikkita qizimning bittasini sizga nikohlab beraman degan ekan. Bari keldimi? Va duo qilgan edi-yu. Robbim yaxshilikni menga tushirayotgan yaxshilikni ber degan edi. Uy ham turibdi, joy ham turibdi, qo'ylar ham turibdi. Ayolam nikohlab beray deb turibdi-da, qarasangiz. Shuning uchun yaxshilik xayrni so'rash kerak-da. Bir narsani cheklab so'ramang. Umumiy xayrni so'rang deydi. Keldi mana bari. Endi bu yerda bir masala. Otani qarasangiz subhanalloh tarbiyalab va qiziga kuchlik, omonatdor deyildimi? Shuni tanlab uylantirib qo'ymoqchi. Uylantirib qo'ymoqchi. Agar xohlasangiz 8 yildan keyin yana qolaman desangiz qolaverasiz. Bo'lmasa ketasiz deyapti. Ikkita qizimning bittasini nikohlab beraman deyapti. Endi shu yerda ota qizini solih kishilarga tanlab berishligi uyat emas ekan. Solih yigit chiqqan vaqtida shu qizim bor, uylanasanmi deb aytishligi umuman uyat emas. Bemalol kelib aytaveringlar. Yaxshi odamlarga, solih insonlarga. Mana bunga dalil Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Umar radhiyallohu anhu ning qizi kim? Safiya onamiz vafot etdi. Vafot etgan vaqtda Umar radhiyallohu anhu iddasi chiqib bo'lgach, kimning oldiga keldi?
Usmon radhiyallohu anhuning oldiga keldi. Ey Usmon, qizimga uylan Safiyaga dedi. Safiyaga uylan dedi. Usmon radhiyallohu anhu o'ylanib javob aytib olaman dedi. O'ylandi degan kelib, yo'q, uylana olmas ekanman dedi. Abu Bakr radhiyallohu anhuning oldiga keldi. Kim kelyapti? Umar. Seriozniy bo'lgan odam, yana. Seriozniy. Bir ko'chadan yursa, ikkinchi ko'cha shayton yurgan, haybatli odam. Lekin nima deyapti? Solihlarga borib qizimni ol deyapti-da. Abu Bakrning oldiga kelgan edi. Abu Bakrga qizimga uylan, ey Abu Bakr. Iddasi ham tugadi degan edi. Abu Bakr indamagan ekan. Hayam yo'q ham o'ylanaman ko'raman, indamagan deydi. Hayron bo'lgan ekan. Birozdan keyin Rasululloh alayhisolamdan savch kelgan ekan. Safiya onamizga. Rasululloh alayhisolamga nikohlangan. Shunda Abu Bakr ko'rib qolgan ekan, ey Umar, o'tganda qizingni aytganingda indamaganimga xafa bo'ldingmi deganda, ha degan. Qizimga uylan desam, hayam yo'q ham demading, indamading deganda Rasululloh alayhisalom bilan o'tirib qolgan edik. Shunda Safiyani zikr qilib qoldi. Ya'ni erlari vafot etibdi-yu, iddalari bitibdi. Uylansammikan deb zikr qildi. Rasulullohning niyatlari bor edi. Shuning uchun men hayam yo'q ham demadim senga. Va Rasulullohning niyati bor ham deb aytmadim. Rasulullohning sirini oshkor ham qilgim kelmadi. O'zi kelib aytmaguncha. Hali u plandami, azm qaror qildim, qilmadim bilmadim. Shuncha indamay turdim degan ekanda. Ko'ryapsizmi? Uyat emas ekan bu. Solihlarga borib turib uylan deb berishlik. Amonatdor bo'lsa, ya? Va yana mayli uni qo'yaveringchi siz. Siz mayli borib nima qilmang? Bermang uni, borib aytib uylan deb aytmang. Agar xuddi Musoga o'xshash shaharidan haydalgan, og'izlari ko'm-ko'k bo'lib, o't yegandan ko'm-ko'k bo'lib ketgan, taom topmagan, oyoq kiyimi yirtilgan bir odam qizingizni so'rab keldi, lekin omonatdorda, amin ekan. Dindor lekin. Berasizmi so'rasin? Aytmay qo'ya qoling. So'rab kelsa berasizmi? Namozi bor ekan deb turib ishonib berib yuborasizmi? Mana berib yuboryapti Musa alayhisalomga. Omonatdor desa, bo'ldi, xiyonat qilmaydi-da bu qizga deyapti. Tushunasizmi? Said ibn Musayyib degan tobiin bo'lgan. U ayoli kim bo'lgan? Abu Hurayra radhiyallohu anhuning qizlariga uylangan. Abu Hurayra babasi kim bo'lyapti? Ya'ni ulardan tug'ilganda Said ibn Musayyib Abu Hurayraning qiziga uylandi, ulardan bir qiz tug'ilgan ekan. Ya'ni babasi kim? Abu Hurayra sahoba. Shunda ana shu Said ibn Musayyib vaqtida Abdul Malik ibn Marwan degan podshoh 26 shaharga podshoh bo'lgan ekan. Qozog'iston bir mamlakatga 26 mamlakatga podshoh bo'lgan Abdul Malik ibn Marwan. Shunda haligi Said ibn Musayyib olim oldiga kelib turib, qizingizni o'g'limga validga bersangiz deganda rozi bo'lmagan ekan. Qarang, 26 davlatga podshoh bo'lib turgan Abdul Malik ibn o'g'liga rozi bo'lmayapti, yo'q deyapti. Nega? Dini yo'q-da, shuning uchun rozi bo'lmadi deydi. Keyin uni shogirdi bo'lardi deydi. Vada' degan shogird. Darslariga qatnashib yuradigan. Darsda ko'rinmay qoldi. Bir kun darsga kelmadi. Hayron bo'ldi. Keyin darsga kelganda nega o'tgan kunlaridagi o'qiyotgan kitoblariga kelmading deb so'ragan edi. Ayolim vafot etib qoldi ya ustoz dedi. Shuning janozasini chiqarib, dafn qilib, endi keldim dedi. Aytmadingizmi bizga, biz ham janozaga borardik dedi. Va duo qilardik haqqiga dedi. Dedi-da, darsni o'tib bo'lgach, keyin shogirddan so'rayapti. "Ey vada" deyapti. Keyin ayolingiz mana o'tib bo'libdi. Uylandingizmi dedi. Ya'ni biron ayolni topib uylandingizmi degan edi. Yo'q, yo'q, hali uylanmadim dedi. Kecha bo'lgan voqea-yu bu dedi-da, yaqinda o'ldi dedi. Unda agar qizimni sizga bersam rozi bo'lasizmi dedi. Nikohingizga olasizmi dedi. Shogirdiga aytibdi. Qarab turib, "Ha" dedi. Endi kim olmaydi Said ibn Musayyib olim kishining qizini. "Ha" dedi. Shetda ota rozi, yigit nikohiga qabul qilaman deyapti. Qiziga bir og'iz so'raysanmi, meni shogirdim bor, tegasanmi degan qizi ha dedi. Shetda nikoh tushdi. Rozi bo'ldi. Nikohlab qo'ydi. Endi to'y qilish kerak, e'lon qilib olib kelish kerak. Og'iz ochar vaqti bo'lib qoldi deydi, va'da aytadi. Og'iz ocharga nima yeysamikin deb o'tirsam, eshik taqirlayapti kechga. Qarasam, ustozim Said ibn Musayyib. O aynab qoldimikin endi bermaydigan bo'lib desam, nima qilyapsiz dedi. Shu og'iz ochmoqchiman degan edi. Siz bo'ydaqsiz. Ya'ni xotiningiz yo'q. Va bugun qizim sizga nikohlandi. Yolg'iz yotmang deb qizimni olib keldim degan ekanda, bergan ekan. Ko'rasizmi?
Keyin ko'rsa, qizida kamchilik yo'q, chiroyli qiz, iboli qiz, o'tmay qolgan qiz ham emasda, hamma havas qiladigan qiz. Yashadi degan, yurib 1-2 kundan keyin endi darsga boray endi qo'y deb darsga ketmoqchi bo'lgan edi, qiz aytdiki, "Qayerga ketyapsiz?" Said ibn Musayyibning darsiga, dadangizning darsiga degan edi. Dadamni oldida topayotgan ilmni meni oldimda topasiz dedi. Kitobni barini yotib tashlagan ekan. Keyin shundan dars oldi deydi. Qarang, qanday qizini kimga beryapti? Malik ibn Marwan 26 shaharni podshohiga bermasdan shogirdi taqvodor bo'lgani uchun hech narsasi yo'q bo'lsa ham nikohlab beryapti-da. O'zi taklif qilyapti yana. Mana shunday qilib nikohladi dedi. Musa alayhisalom yashadi u yerda. 8 yil o'tdi. 8 hijaj 8 yil o'tgandan keyin fa in atmamta 10 fa man 'indak. Va ma uridu an ashqa alayka satajinu inshaalloh minas solihin. Sabr qilsangiz meni solihlardan topasiz dedi. Haqiqatan otasi solih kishilardan ekan. 8 yil o'tkazdi va Musa alayhisalom ana shu vaqtda o'tgan o'zining shaharini sog'indi. Misrga endi bir borib kelay. Akam, onam bor u yerda. Qancha yil o'tib ketdi? 18 yildan oshib ketdi. Akamni, onamni bir ko'rib kelay. Bir inson yashagan joyi, yoshligi o'tgan joyini sog'inadi. Ahlini olib tunda, sovuqda Misr tomon yurib ketyapti. Yo'lga chiqdi, tunda deydi. Endi ulamolar aytadi, nima uchun tunda chiqdi desa, Musa alayhisalom shunchalik qizg'anchiq bo'lgan ekan, kunduz kuni ayolini birov ko'rishligini xohlamagan ekan deydi. Endi bu bir so'zlar. Shun bilan tunda yo'lga chiqdi, sovuq, qattiq sovuq qatdi. Uzoqdan yaltiragan o'tni ko'rdi. Musa alayhisalom aytdi, ahlislar shu yerda o'tirib turinglar, men hozir borib o'tini olib kelaman. Bo'lmasa ulardan yo'lni so'rayman. Adashib qoldi yo'lda, kelyapti bu yoqqa Misrga. Va men ulardan yo'lni so'rayman, o'tini bor bo'lsa o'tini olib kelaman, isinamiz dedi. Shunda aytibdiki, u ahlini tashladida Musa alayhisalom haligi o't chiqib turgan, yorug'lik chiqib turgan tarafga qarab yurdi. Oldiga kelsa, shunchalik oldiga kelganda yoriyapti, hatto Musa alayhisalom ko'ra olmay qoldi, zo'rg'a keldi yorug'likdan. Yaqin kelganda qarasa, u o't emas, daraxt. Daraxtdan shunchalik yaltiragan nur chiqyapti. Bir daraxt nur chiqyapti, yaltirab, ko'zlari qamashib qolyapti. Shu daraxt qanday bu nur taralyapti? Hayron bo'lib turgan edi. Shetdan nido keldi. Qala ya Musa inni ey Musa men sening Robbingman degan nido keldi. Gaplashadi. Fakhla na'layk innaka bil wadil muqaddas tuwa. Sen tuwa muqaddas joydasan. Alloh taolo muqaddas joy deb atadi. Sen shunday joydasan, oyoq kiyimingni yech. Ey Musa degan ovoz keldi. Mana shu yerda vahiyning birinchi tushishi boshlanadi. Shu yerda inshaalloh to'xtatamiz. Keyingi darslarimizda inshaalloh Musa alayhisalomga vahiy kelganligini va Misrga kelganligini inshaalloh gaplashamiz nasib etsa.